Endi bilasiz, bu to'g'risida gapirish juda qiyin. Chunki biza Mukarrampani yo'qotdik. Bu inson har tomonlama mukammal. Bu insonni hech kim o'rnini bosolmadi. Bosolmaydi ham. Chunki bu asrlar davomida bunaqa insonlar bir marta keladi deb men bilaman. Lekin ularning shogirdlari Qunduz Mirkarimova bizaga rahbar bo'lib keldilar. Buni ham o'ziga yarasha ozgina bo'lsa ham tarixi bor. Biz o'sha Mukarrampani davrida o'zlari bizani shu 4 ta qiz bilan Qahramon Dadayevni Amerikaga jo'natganlar. Biz Amerikada ishlab yurgan paytlarimizda o'sha yerda eshitganmiz. Qunduz opa bizaga Bahor ansambliga rahbar bo'lib keldilar degan so'zlarni bizaga yetib borgan o'sha Amerikada yashab tursak ham bundan xabar topganmiz. Endi Qunduz opani biz juda ham yaxshi bilamiz, chunki Qunduz opa xoreografiya bilim yurtidagi o'qituvchimiz. Bizaga o'zlari saboq berganlar. O'zlari bizani shu Bahor ansambliga tavsiya qilganlar. Juda kuchli baletmeyster bo'lganlar. Kelganlar, biza kelganimizda shu Qunduz opa hech unutmayman, shu sahnada kuyib pishib o'rgatyaptilar. Bahor raqqosalariga raqs o'rgatyaptilar. Endi bilasizmi, shunaqa fikr menda bo'ldiki, shu Qunduz opadan, Mukarrampadan keyin Bahor ansamblining saviyasi tushib ketmasin degan fikr bo'ldi. Buni uddaladilar. Buni epladilar. Juda chiroyli raqslarni ko'p qo'ydilar. Har xil o'yinlar qo'ydilar. Har bitta o'yin biridan biri chiroyli bo'ldi. Ayniqsa maqomni juda chiroyli qo'ydilar. Endi Mukarrampani davrida biza raqqosalar pishib yetildik. Har tomonlama ta'lim, tarbiya, ijod tarafidan Qunduz opa keyin bizga sekin-sekin ko'proq yakka raqslarni qo'ya boshladilar. Har bitta raqqosaga mana shu yakkaxon raqqosalarga raqs sahnalashtirdilar. Har bittasi juda chiroyli raqslar bo'ldi. Ijodimiz juda kuchaydi. Juda ko'p chet mamlakatga bordik. Bir yilda 2 martadan, 3 martadan bordik. Nafaqat hamma bordi. Yakkaxon raqqosalar ham ko'p borishdi. Endi hayot shunaqa narsa ekanki, Mukarrampani davrida men 10 yil ishlagan bo'lsam, Qunduz opani davrida 9 yil ishladim. Mukarrampa Bahor ansamblida 9 yil ishladilar. 9 yildan keyin ba'zi bir sabablarga ko'ra ular ishdan ketdilar. Shunaqa davr bo'ldi. Eng qiyin davrlar bo'ldi. O'sha paytda onalarni yo'qotgan davrlari, o'sha paytda qizlarni yo'qotgan davrlarda Bahor ansambllardan ketishga majbur bo'ldilar. Bu endi bilmadim, bu Allohning irodasimi, bandaning irodasimi, shunaqa bo'ldi. Biz buni bilmaymiz. Keyin Ravshana Sharipova bo'ldi. Ravshana Sharipova ham juda qattiq ishladilar, juda yaxshi ishladilar. Hammamizni juda o'sha Mukarrampa, Qunduz opani olib yurgan yo'llarini qildilar. Lekin ular 1 yil ishladilar. 1 yil ishladilar, ular ham endi bilmadim, shu peshonasimi, shu Alloh xohladimi ketdilar. Keyin Mamura bo'ldi. Mamuradan keyin mustaqillik bo'ldi. Keyin bundan keyin har xil sharoitlar bo'lib ketdi. Keyin yana bahor to'xtab qoldi. Allohga shukr, shu kunda mana bahor tiklandi. Bu uchun biz juda ham xursandmiz. Endi Bahor ansambli yanada gullab yashnasin. Mukarrampani nomlari asrlardan o'tib ketsin. Nafaqat men o'ylaymanki, Bahor ansamblida rahbar nomlari bo'lganini men xohlardimki, akademiyani nomini berish kerak Mukarrampaga. Chunki shu kungacha bitta ham baletmeyster chiqolmadi. Chiqolmasa ham kerak. Chunki bu shunaqa fidoyi inson bo'lganki, o'zini o'ylamagan. Tanish bilish qilmagan. Bu qiz diddomdan chiqqan, buni otasi u, buni onasi bu yo'q. Shundoq qarardilar, qanaqa grim yarashsa, shartda o'sha joyga qo'yardilar. O'sha grimga qarardilar, texnikasiga qarardilar. Men aytmoqchimanki, nohaqlik yo'q edi. O'shaning uchun ham Bahor ansambli kundan kunga gullab yashnavergan. Bilganlar buni, kim qaysi joyda qanaqa yakka raqs ijro etishi mumkin. Bu Allohdan bergan iste'dod, buni ular to'g'ri ishlata oldilar.